Aslan, ben Merifine Adam başlayan kitap okuş faaliyetiga dostum Servinur meni teklif qilgandan bek hoş buldum. Bugün ben sizlarga Önkürdeki Ayıkçak degan hikoyani o'qib beraman. Önkürdeki Ayıkçak. Ayıkçakning uyi taq Önkürde ekan. Bir kuni dadasi Ayıkçakka biz daraxt kesib kelib, yog'ochidan uy yasab o'ltiraylik debdi. Bahar kelganda ular o'rmonlikqa beribdi. Bu chog'da daraxtlar bir surib chichaklagan ekan. Buni ko'rgan Ayıkçakning daraxtlarni kesishga ko'zi qiymabdi. Yoz kelganda ular yana o'rmonlikqa beribdi. Bu chog'da daraxtlar buk bo'roqson bo'lib ketgan ekan. Ayıkçakning daraxtlarni kesishga faqatla ko'zi qiymabdi. Kuz ketdi. Ular yana o'rmonlikqa beribdi. Bu chog'da daraxtda mevalar pishib ketgan ekan. Ayıkçakning daraxtlarni kesishga zodila ko'zi qiymabdi. Qish ketdi. Ular yana o'rmonlikqa beribdi. Bu chog'da qushlar daraxtlardan meva qaqarini terib yeyotgan ekan. Ayıkçakning daraxtlarni kesishga yanila ko'zi qiymabdi. Aylar o'tibdi. Yillar o'tibdi. Ular davomli taq Önkürde yashapti. O'rmonlikdagi hayvonlari Ayıkçakning ailasidagilardan intayin ta'sirlanib, ularga dasta yova yo'llarini taqdim qilishibdi. Men kitap o'qish faoliyatiga Şaira Adam bilan Alini teklif qilaman.